Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani oddiy tilda tushuntirib beraman. Endi ayrim harakatlar pensionerlar uchun jiddiy muammo keltirib chiqarishi mumkin. Ayrim holatlarda esa pensiya to'lovlari vaqtincha to'xtatilishi, ortiqcha olingan pul qaytarilishi yoki hujjatlar qayta tekshiruvga tushishi mumkin. Bu ma'lumot faqat hozir pensiya olayotganlarga emas, ota-onasi, buvisi, bobosi, qarindoshi pensiya oladigan har bir oilaga tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki men bugun ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin keyin katta muammoga aylanadigan jihatlarni birma-bir ochib beraman. Asosiy savol shunday: pensionerlarga nima taqiqlanadi? Nimalar xavfli, qaysi harakatlar qonuniy? Qaysi holatlarda odam o'zi bilmagan holda xatoga yo'l qo'yadi? Men buni vahima ko'tarish uchun emas, balki pensionerlar o'z pulini, huquqini va tinchini saqlab qolish uchun tushuntiryapman. Oldin ko'p narsa oddiyroq ko'rinardi. Pensioner pensiyasini olardi, bank kartasidan foydalanardi. Ayrimlari ishlardi, ayrimlari chet elga borib kelardi. Kimdir farzandiga ishonchnoma berardi, kimdir nafaqa yoki kompensatsiya olish uchun qo'shimcha ariza topshirardi. Ko'pchilik hujjatlardagi o'zgarishlarni vaqtida xabar qilish kerakligini jiddiy qabul qilmasdi. Masalan, yashash manzili o'zgarsa ham, ishlash holati o'zgarsa ham, nogironlik guruhi qayta ko'rilsa ham, odamlar keyin aytarman. Baribir bilishadi, menga tegmaydi deb yurardi. Hozir esa nazorat kuchaygan. Ma'lumotlar ko'proq elektron bazalar orqali solishtiriladi. Pensiya jamg'armasi, bank, soliq, FDGMO, bandlik, migratsiya, tibbiy ijtimoiy ekspertiza kabi tizimlarda ma'lumotlar bor. Bir joyda berilgan ma'lumot boshqa joydagi ma'lumot bilan mos kelmasa savol tug'iladi. Masalan, odam o'zini ishlamayman deb ko'rsatgan, lekin soliq bazasida ish haqi tushgani ko'rinadi. Yoki pensioner vafot etgan, lekin uning kartasidan pul yechib olinavergan. Yoki nogironlik bo'yicha to'lov olayotgan shaxs qayta ko'rikdan o'tmagan. Bunday holatlar endi ko'proq aniqlanadi. Shu sababli pensionerlarga endi taqiqlanadi deganda. Gap oddiy hayot kechirish taqiqlanadi degani emas. Pensioner ishlashi, davolanishi, sayohat qilishi, bank kartasidan foydalanishi, farzandlariga yordam berishi mumkin. Lekin pensiya va ijtimoiy to'lovlarga ta'sir qiladigan ma'lumotlarni yashirish, noto'g'ri hujjat topshirish, boshqa odamning pensiyasini noqonuniy olish, kartani nazoratsiz berib qo'yish, vafot etgan shaxs nomidan pul yechish, imtiyozlardan asossiz foydalanish kabi holatlar qat'iy muammo hisoblanadi. Birinchi muhim qoida pensiya olish huquqiga ta'sir qiladigan har qanday o'zgarishni yashirish mumkin emas. Men buni eng oddiy misolda tushuntiraman. Deylik, fuqaro yoshga doir pensiya oladi va qo'shimcha ravishda ayrim ijtimoiy yordam turiga ham ariza bergan. Arizada daromadim yo'q, yolg'iz yashayman, qaramog'imda hech kim yo'q kabi ma'lumotlar ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Keyin farzandi bilan birga yashashni boshlaydi, yoki rasmiy ishga kiradi, yoki boshqa daromad manbai paydo bo'ladi. Agar bu ma'lumot to'lov miqdoriga yoki yordam olish huquqiga ta'sir qilsa, uni yashirish keyinchalik ortiqcha to'langan pulni qaytarishga olib keladi. Ikkinchi qoida: boshqa odamning pensiyasini olish masalasi juda ehtiyotkorlik talab qiladi. Ko'p oilalarda shunday holat bor. Ota yoki ona keksaygan, bankka bora olmaydi, kartani farzandiga beradi. Farzandi karta orqali dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlarni qiladi. Agar pensioner tirik, rozi, aqli raso va pul uning ehtiyojlari uchun sarflanayotgan bo'lsa, bu oilaviy amaliyot sifatida uchraydi. Lekin xavf nimada? Agar karta butunlay farzand qo'lida bo'lib, pensioner pul miqdorini bilmasa, undan rozilik olinmasa, pul boshqa maqsadga ishlatilsa, bu nizo va qonuniy muammoga aylanadi. Eng og'ir holat esa pensioner vafot etgandan keyin ham kartadan pul yechishdir. Bu baribir o'zimizniki edi degan gap bilan oqlanmaydi. Vafot sanasidan keyin tushgan pensiya yoki nafaqa odatda qayta hisob-kitob qilinadi, noqonuniy olingan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Uchinchi qoida: ishonchnoma masalasida beparvo bo'lish mumkin emas. Agar pensioner o'zi borib pensiya ola olmasa, bank ishlari, hujjat topshirish, murojaat qilish uchun ishonchnoma rasmiylashtirishi mumkin. Lekin ishonchnoma aniq, qonuniy va muddatli bo'lishi kerak. Og'zaki aytdi, kartani o'zi berdi, hamma biladi degan gaplar bahsli vaziyatda yetarli bo'lmasligi mumkin. Men amaliyotda ko'rgan eng ko'p muammo shuki, aka-uka yoki opa-singillar ota-onaning pensiyasi bo'yicha bir-biri bilan kelisha olmay qoladi. Biri men qaradim, men oldim deydi. Boshqasi
pul qayerga ketdi deydi. Shunda hujjat chek, bank ko'chirmasi va pensionerning yozma roziligi katta ahamiyatga ega bo'ladi. 4-qoida ishlayotgan pensionerlar alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Pensioner ishlashi mumkin bo'lgan holatlar ko'p, lekin ayrim to'lovlar, ustamalar yoki imtiyozlar ish holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, fuqaro yoshga doir pensiya oladi va rasmiy ishga kiradi. Uning asosiy pensiyasi to'xtab qolmaydi, lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar yoki ijtimoiy yordamlar daromad mezoni bilan bog'liq bo'lsa, qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun pensioner ishlasa bo'lmaydi degan gap ham noto'g'ri. Ishlasam hech narsaga ta'sir qilmaydi degan gap ham har doim to'g'ri emas. Har bir to'lov turi bo'yicha alohida aniqlash kerak. 5-qoida. Nogironlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa olayotganlar qayta ko'rik muddatlariga e'tibor berishi shart. Agar nogironlik muddati belgilangan bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertizadan o'tish va hujjatlarni yangilash talab qilinadi. Ba'zi odamlar oldin bergan, demak doimiy deb o'ylaydi. Lekin hujjatda muddat ko'rsatilgan bo'lsa, muddat tugaganidan keyin to'lov masalasi to'xtab qolishi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda aybni keyin biror idoradan izlashdan ko'ra, oldindan muddatni kalendarga yozib qo'yish, oiladagi bir kishini mas'ul qilish ancha to'g'ri. Agar pensioner pensiyasini qonuniy olayotgan bo'lsa, hujjatlari to'g'ri bo'lsa, yashash joyi, oilaviy holati, ish holati, nogironlik hujjatlari bo'yicha ma'lumotlarini vaqtida yangilab turgan bo'lsa, ortiqcha xavotirga hojat yo'q. Oddiy pensioner uchun asosiy vazifa shuki, hujjatlar tartibda bo'lsin. Karta xavfsiz bo'lsin. Shubhali odamga ma'lumot berilmasin. O'zgarish bo'lsa tegishli idoraga murojaat qilinsin. Lekin quyidagi holatlardagi odamlar albatta e'tiborli bo'lishi kerak. Birinchisi, pensioner nomidan boshqa odam pul olayotgan bo'lsa. Ikkinchisi, pensioner chet elda uzoq muddat bo'lib turgan bo'lsa va pensiya to'lovlari davom etayotgan bo'lsa. Uchinchisi, pensioner rasmiy ishga kirgan. Lekin ijtimoiy yordam yoki qo'shimcha to'lovlar bo'yicha eski ma'lumotlar qolgan bo'lsa. To'rtinchisi, nogironlik hujjati muddati tugayotgan bo'lsa. Beshinchisi, pensioner vafot etganidan keyin oila a'zolari kartadagi pulni yechib olgan yoki yechishni rejalashtirayotgan bo'lsa. Oltinchisi, pensionerning bank kartasi qo'shni tanish uzoq qarindosh yoki qarovchi qo'lida bo'lsa. Keling, raqamli misollar bilan tushuntiraman. Masalan, 72 yoshli onaxon oyiga 20.200.000 so'm pensiya oladi. U o'g'li bilan yashaydi, kartasi o'g'lida. Har oy o'g'li 700.000 so'mga dori va oziq-ovqat oladi. 300.000 so'm kommunal to'laydi. Qolganini onasiga naqd beradi. Agar ona bundan xabardor va rozi bo'lsa, xarajatlar aniq bo'lsa, oilada bahs bo'lmasa, bu odatiy holat. Lekin o'g'il pulning hammasini yechib olib, onaga pensiya kam tushdi desa, dori olinmasa, boshqa farzandlar e'tiroz bildirsa, bu endi oilaviy kelishmovchilik emas, pensiya huquqining buzilishi bo'lishi mumkin. Yana bir misol. 67 yoshli erkak yoshga doir pensiya oladi va qo'shimcha ravishda kam ta'minlanganlik asosida biror yordam olishga murojaat qilgan. Ariza berilgan vaqtda ishlamagan. 3 oydan keyin qorovul bo'lib rasmiy ishga kirgan. Oyga 20.800.000 so'm ish haqi olayapti. Agar bu daromad o'sha yordam turiga ta'sir qilsa, oldingi ma'lumotni yangilamaslik keyin ortiqcha to'langan summani qaytarishga sabab bo'ladi. Odam men bilmasdim deyishi mumkin. Lekin ko'p hollarda ariza topshirayotganda ma'lumot o'zgarsa xabar berish majburiyati ko'rsatilgan bo'ladi. 3-misol. Nogironlik bo'yicha to'lov olayotgan pensionerning qayta ko'rik muddati iyunda tugaydi. Oila buni unutadi. Iyulda to'lov kelmaydi yoki kechikadi. Keyin nega to'xtadi deb idoraga borishadi. Sabab oddiy, muddat tugagan. Yangi xulosa kerak. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l muddat tugashidan kamida bir oy oldin shifokorga borish. Kerakli tahlillarni tayyorlash, yo'llanma va xulosalarni yig'ishtir. 4-misol juda nozik. Pensioni vafot etdi, lekin uning kartasiga keyingi oy pensiya tushdi. Farzandlari dafn marosimiga xarajat bo'ldi. Shu pulni ishlatamiz deb yechib olishdi. Insoniy tomondan bu tushunarli ko'rinishi mumkin, lekin huquqiy tomondan har bir to'lovning davri va asoslari bor. Vafotdan keyingi davr uchun tushgan pul ortiqcha to'lov hisoblanishi mumkin. Dafn puli, meros, bankdagi qoldiq va pensiya hisob kitobi alohida tartibda hal qilinadi. Shuning uchun bunday holatda kartadan shoshilib pul yechish emas. Avval fuqaroga hujjati, o'lim haqidagi guvohnoma va tegishli idoraga murojaat qilish kerak. Endi istisnolarni tushuntiraman.
Chunki ko'pchilik aynan shu joyda adashadi. Birinchi nozik jihat. Pensionerning ishlashi avtomatik ravishda taqiqlanmagan. Yoshga do'yib pensiya olayotgan ko'p odamlar ishlashda davom etadi. Bu ularning huquqi. Lekin ish haqi, daromad va bandlik holati ayrim ijtimoiy yordamlar, kompensatsiyalar, ustamalar yoki subsidiya turidagi to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Demak, savol ishlasam bo'ladimi? Emas. Men olayotgan aynan qaysi to'lovlarga ish haqim ta'sir qiladi bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik jihat. Chet elga chiqish har doim pensiya to'xtaydi degani emas. Lekin uzoq muddatli yashash, ro'yxat, rezidentlik, bank orqali to'lov olish tartibi, shaxsni tasdiqlash kabi masalalar bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner farzandinikiga 3 oyga mehmonga ketdi. Bu boshqa holat. Pensioner boshqa davlatga ko'chib ketdi. Manzili o'zgardi, doimiy yashash tartibi o'zgardi. Bu mutlaqo boshqa holat. Shuning uchun uzoq muddatga ketayotgan odam avval pensiya jamg'armasi bo'limidan o'z holati bo'yicha yozma yoki rasmiy tushuntirish olgani ma'qul. Uchinchi nozik jihat, bank kartasini birovga berish qulay, lekin xavfli. Ayniqsa, pensioner telefonga keladigan kodlarni aytib yuborsa, noma'lum havolaga kirsa, pensiyangiz oshadi, kartangizni tasdiqlang degan qo'ng'iroq ishonsa, pul yo'qolishi mumkin. Men pensionerlarga doim aytaman. Bank xodimi hech qachon kartaning to'liq raqami, amal qilish muddati, SMS kod, PIN kodni so'rab qo'ng'iroq qilmaydi. Agar kimdir hozir aytmasangiz pensiyangiz bloklanadi desa, bu shubhali qo'ng'iroq. Bunday paytda gapni cho'zmasdan qo'ng'iroqni tugatish, bankning rasmiy raqamiga o'zi qayta qo'ng'iroq qilish kerak. To'rtinchi nozik jihat. Meros va pensiya bir xil narsa emas. Pensionerning bank kartasida vafot sanasigacha yig'ilgan o'z mablag'i bo'lishi mumkin. Bu meros tartibida ko'riladi. Lekin vafotdan keyin asossiz tushgan pensiya boshqa masala. Oilalar ko'pincha buni aralashtirib yuboradi. Kartada pul bor edi, demak olamiz deyishdan oldin bankdan va notariusdan tartibni aniqlash kerak. 5-nozik jihat. Pensioner nomidan ariza topshirish ham mas'uliyat. Masalan, kimdir onasi nomidan subsidiya, yordam, davolanish xarajati, sanatoriy yo'llanmasi yoki kompensatsiyaga ariza beradi. Agar arizadagi ma'lumotlar noto'g'ri bo'lsa, javobgarlik masalasi chiqishi mumkin. Men shunchaki to'ldirib berdim deyish har doim yetarli himoya emas. Hujjat topshirayotgan odam ma'lumotni tekshirishi, pensionerga o'qib berishi, kerak bo'lsa nusxasini saqlash kerak. 6-nozik jihat. Pensionerning o'zi ham firibgarlik qurboni bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar pensiyangizni oshirib beraman, imtiyoz chiqarib beraman, navbatsiz sanatoriy qilaman, qarzingizni yopib beraman deb pul so'raydi. Rasmiy to'lovlar bank, kassalar yoki davlat xizmatlari orqali bo'ladi. Qo'lga pul berib, hech qanday kvitansiya olmaslik juda katta xato. Pensionerlar ishonuvchan bo'lishi mumkin, lekin oila a'zolari bunday masalalarda yo'lda turishi kerak. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Pensioner o'zining qaysi turdagi to'lovlarni olayotganini yozib chiqsin. Faqat pensiya deb umumiy aytmasin. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, ustama bormi, kompensatsiya bormi, ijtimoiy yordam bormi, subsidiya bormi, sanatoriy yoki dori imtiyozi bormi? Har birining sharti boshqa bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, hujjatlarni bir joyga yig'ish kerak. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, bank kartasi ma'lumotlari, nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa, qayta ko'rik muddatida yashash manzili bo'yicha hujjat. Ishga kirgan bo'lsa mehnat shartnomasi yoki ish haqi ma'lumotnomasi, ishonchnoma bo'lsa uning nusxasi alohida papkada tursin. Bu oddiy ko'rinadi, lekin muammo chiqqanda birinchi yordam beradigan narsa aynan tartibli hujjatdir. 3-qadam. O'zgarish bo'lsa kutib yurmaslik kerak. Ishga kirdingizmi? Ishdan chiqdingizmi? Manzil o'zgardimi? Nogironlik muddati yaqinlashdimi? Oila tarkibi o'zgardimi? Chet elga uzoq muddatga ketmoqchimisiz? Pensioner vafot etdimi? Darhol tegishli idoraga murojaat qiling. Odatda bunday masalalarda pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi, mahalla bank, davlat xizmat markazi, notarius yoki FHDYev kerak bo'ladi. Qaysi idora kerakligi vaziyatga bog'liq, lekin eng yomoni hech qayerga murojaat qilmay, o'zi hal bo'ladi deb kutishdir. 4-qadam, murojaatni og'zaki emas, imkon qadar yozma yoki elektron iz bilan qiling. Masalan, pensiya jamg'armasi bo'limiga borganda savolingizni aniq ayting. Men yoshga doir pensiya olaman, rasmiy ishga kirdim. Bu mening pensiyamga yoki qo'shimcha to'lovimga ta'sir qiladimi? Yoki
onamning nogironlik hujjati falon sanada tugaydi. Qayta ko'rik uchun qaysi hujjatlar kerak? Yoki otam vafot etdi. Kartasiga pul tushgan. Qonuniy tartib qanday? Javobni yozib oling. Hujjat topshirsangiz kirim raqamini saqlang. 5-qadam, bank kartasi xavfsizligini tartibga soling. Pensionerning kartasi doim boshqa odam qo'lida yurmasin. Agar yordam kerak bo'lsa, ishonchli bir oila a'zosi mas'ul bo'lsin. Xarajatlar yozib borilsin. Har oy qancha pensiya tushgani, qancha dori olingani, qancha oziq ovqatga ketgani, qancha naqd berilgani aniq bo'lsin. Bu pensionerni nazorat qilish uchun emas, uning huquqini himoya qilish uchun kerak. Oilada keyin pul qayerga ketdi degan savol chiqmasligi uchun oddiy daftar ham yetadi. 6-qadam, shubhali qo'ng'iroq va xabarlarga ishonmang. Pensionerlarga alohida aytaman. SMS kodni hech kimga aytmang. PIN kodni hech kimga bermang. Kartani suratga olib yubormang. Pensiyangiz o'sishi uchun havolaga kiring degan xabarga kirmang. Davlatdan yangi yordam puli chiqdi, karta raqamingizni yozing desa avval rasmiy manbadan tekshiring. Farzandlar esa ota-onasiga buni bir marta emas, bir necha marta tushuntirishi kerak. 7-qadam, vafot holatida tartibni buzmang. Oila uchun bu og'ir payt, men buni tushunaman. Lekin huquqiy masalani to'g'ri yopish kerak. Avval o'lim haqidagi tibbiy ma'lumotnoma va FSHJ orqali guvohnoma olinadi. Keyin pensiya jamg'armasi va bankka murojaat qilinadi. Dafn puli yoki boshqa tegishli to'lovlar bo'lsa, ular alohida tartibda so'raladi. Kartadan shoshilinch pul yetish keyin qarzdorlikka aylanishi mumkin. 8-qadam, har yili kamida bir marta pensiya holatini tekshirtirib qo'ying. Ayniqsa qo'shimcha to'lov, ustama, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik. Imtiyozli pensiya chet elda bo'lish, ishonchnoma orqali olish kabi holatlar bo'lsa, meniki aniq deb yillar davomida tekshirmaslik ba'zi noto'g'ri hisob kitobni kech aniqlashga olib keladi. Kech aniqlansa summa ham kattalashadi. Men endi buni juda aniq qilib sanab beraman. Pensionerga o'z huquqidan foydalanish taqiqlanmaydi. Lekin quyidagi harakatlar xavfli va ko'p hollarda taqiqlangan yoki qonuniy oqibat keltiradigan harakatlar hisoblanadi. Pensiya yoki nafaqa olish uchun noto'g'ri ma'lumot berish mumkin emas. Daromadni, ish joyini, oilaviy holatni, yashash manzilini yoki boshqa muhim ma'lumotni ataylab yashirish mumkin emas. Boshqa odamning pensiyasini uning roziligisiz ishlatish mumkin emas. Pensioni vafot etgandan keyin uning nomidan pensiya olish yoki kartasidan asossiz pul yechish mumkin emas. Soxta hujjat, noto'g'ri ma'lumotnoma, qalbaki ishonchnoma bilan to'lov olish mumkin emas. Bank kartasi va SMS kodlarini begonalarga berish xavfli va amalda pul yo'qotishga olib keladi. Nogironlik yoki boshqa muddatli hujjatlar tugaganidan keyin eski hujjat bilan to'lovni davom ettirishga urinish muammo keltiradi. Imtiyoz yoki yordamni olish uchun asl holatga mos kelmaydigan ma'lumot ko'rsatish keyinchalik pulni qaytarish majburiyatini tug'diradi. Shu joyda yana bir narsani alohida aytaman. Ko'pchilik davlat baribir biladi. Men aytmasam ham bo'ladi deb o'ylaydi. Ha, elektron bazalar ko'p narsani ko'rsatishi mumkin. Lekin bu sizni xabar berish majburiyatidan har doim ozod qilmaydi. Bazada ma'lumot kechikib ko'rinishi mumkin. Tizimlar o'rtasida farq bo'lishi mumkin. Lekin keyin ortiqcha to'lov aniqlansa, tizim o'zi bilishi kerak edi degan gap muammoni to'liq yechmasligi mumkin. Shuning uchun eng xavfsiz yo'l o'zgarish bo'ldi. Xabar bering, hujjatni saqlang. Bugungi mavzuning mohiyati shuki, pensionerlar oddiy hayot kechirishi, ishlashi, davolanishi, farzandlariga yordam berishi, bank kartasidan foydalanishi mumkin. Lekin pensiya va ijtimoiy to'lovlarga ta'sir qiladigan ma'lumotlarni yashirish, boshqa odam nomidan noqonuniy pul olish, vafotdan keyin kartadan pul yechish, soxta yoki muddati o'tgan hujjatlar bilan to'lov olish. Kartani va kodlarni nazoratsiz berish endi juda xavfli. Nazorat kuchaygan, ma'lumotlar solishtiriladi. Xatolar kech bo'lsa ham aniqlanishi mumkin. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Hujjatlarni tartibga keltiring. Qaysi to'lovlarni olayotganingizni aniqlang. O'zgarish bo'lsa, darhol murojaat qiling. Kartani himoya qiling. Ishonchnomani qonuniy rasmiylashtiring. Vafot holatida esa shoshilinch pul yechmasdan rasmiy tartibni bajaring. Shunda pensioner ham, uning oilasi ham ortiqcha xavotir va qarzdorlikdan saqlanadi. Sizning oilangizda pensiya karta, ishonchnoma yoki qo'shimcha to'lovlar bo'yicha shunday savollar bo'lganmi? Fikringizni izohlarda yozing. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onasi
yoki yaqinlari pensiya oladigan tanishlaringizga ham yuboring.